16 soatlik yo'l biza 50 kilometr yurib Slovakiyaning Trnava shahriga yetib keldik. Men o'zim bilan faxrlanaman. O'ylaymanki, meni vatandoshlarim men bilan faxrlanadi. Sababi biza shunchaki yurish qilmayapmiz. Yevropani, ya'ni qaysidir ma'noda qo'lga olish uchun Polshadan Portugaliyagacha 6000 kilometr 8 ta davlatdan o'tib, biza Atlantik okeanigacha Guinness rekordini yangilagan ikkita o'zbek yo'ldamiz. Bizdan Slovakiyadan keyingi davlatimiz Avstriya bo'ladi. O'zbekiston bizani qo'llab turganinglardan juda ham xursandmiz. Ko'rishinglar mumkin, qanaqadir bir haykal deymiz ham shunaqa narsa. Biza bu Slovakiyani, Trnavani sentri ekan. Bizadan boshqa hech qanaqa odam yo'q hozir. Biza 16 soatlik yo'l bilan o'rmonlardan o'tib, to'xtamasdan o'zimizni haqiqiy xarakterimizni ko'rsatib, mana shu shaharga yetib keldik. Men o'zim bilan faxrlanaman. Men bilan o'ylayman, o'zbeklar ham faxrlanadi. O'zbekiston bizani qo'llab turinglar. Вот haqiqiy rekord, haqiqiy tarix Atlantik okeanida yoziladi. Portoda yoziladi. Butun o'zbeklarimizni o'sha yerda yig'ib, ikkita o'zbek tarix yaratamiz. Bizga kerak bo'lsa Amerikan haykerlariga bemalol vizov tasha olamiz. Bu katta ketcha emas. Ikkita o'zbek olg'a. Let's go O'zbekiston.